Oqibatlar hali bor ekan aka. Azimjon, Qora akamiz ham umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Ko'rtepa xalqimiz ham qarab turgan. Oyog'i sog', jismi sog' insonlar ham chiqmadi, buni bilamiz. Shu holatida ham qadrdonlar bitta gapni eshitdilar. Shu holatida ham aravachada Open budjetga shu oyoq tarqatib, shu holatida ham aravachada o'tirgan holatda Open budjetga yordam beribdi. Men bu narsadan juda ham ta'sirlandim. Aprel oyida Hindistonga operatsiyaga ketadi, xudo xolasa. Shunga $35,000 yig'ilyapti, xudo xolasa. Katta raqamlar qo'yiladi. Qancha bo'lsa ham eshon qilishlarini so'rab qolaman. Operatsiyasiga yordam bo'lib qoladi. Hozirda bizning operatsiyamiz Hindistonda bo'ladigan bo'lyapti. Doktorlar bilan gaplashilyapti, xudo xolasa. İnşallah yaxshi kelsa, Xudo xalq xizmatida bo'lamiz. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar, qadrdonlar, hammalaring yaxshimisizlar? Nodirbek ukamizni videolarini, rasmlarini ko'rdinglar Telegram kanalida. Xudo xolasa biz Nodirbekni oldiga keldik. Rahmatulloh ukamiz bilan. Rahmatulloh ukamizdan ham Alloh rozi bo'lsin, oshnasi ekan. Nodirbek shunaqa xizmatlarni qilishib, bizni shu joyga olib kelishdi. Hozir biz Quva shahridamiz. Nodirbek ukamiz shu yerda terapiya olar ekan. Sababiki shu nervlarni qo'zg'atib turgani, shu operatsiyagacha bo'ladigan vaqt ichida shu nervlarni qo'zg'atib turish kerak ekan. Shu holatda shu Quva shahrida ekan. Hozir ichkariga kirib Nodirbekni o'zi bilan suhbatlashamiz. Qadrdonlar, bu yerga kelganimiz sababi sizlardan iltimos qilib qolamiz. Iltimos qilib, murojaat qilib kelyapmiz. Sizlarga murojaat qilib chiqyapmiz qadrdonlar. Nodirbekni karta raqamlarini pastga qo'yamiz. Qancha bo'lsa ham o'zlarini ehsonlarini ayamaysizlar degan umiddaman. Nodirbekni xudo xolasa oyoqqa turishlariga sizu buzu xizmat qilib harakat qilamiz inshaalloh. Avvalo Alloh. Nodirbekni qizlari ekan, qizchasi ekan, bizni dadasini oldiga yetalab olib kirar ekan, xudo xolasa. Adres ko'rsatasizmi? Adres ko'rsatasiz? Qadrdonlar, qancha bo'lsa ham himmatlaringni ayamaysizlar degan umiddamiz. Nodirbekni oldiga kirib suhbatlashamiz, xudo xolasa. Assalomu alaykum, qadrli jigarlar, hammalaring yaxshimisizlar? Hayit ayyomlaring muborak bo'lsin. Musofirda yurgan aka-ukalar, salomatmisizlar? Biz hozir Nodirbek ukamizni oldiga keldik. Xudo xolasa ancha yaxshi inshaalloh. Qadrdonlar, nima sababdan keldik? Ozgina sizlardan himmat so'rab shu videolarga chiqaryapmiz. Xabarlaring bor, ukamiz bundan 1 yil oldin yiqilib tushib shu holatga kelgan. Hozirgi kunda ya'ni oyiga, xudo xolasa aprel oyiga operatsiya bo'lishi kerak inshaalloh. Shunga moddiy taraflama anchalar yordamlaring kerak qadrdonlar. Yaxshi kunlarda turibmiz, yaxshi oylarda turibmiz inshaalloh. O'zlaringizning himmatlaringni ayamaysizlar degan umiddaman. Akalar, ukalar, jigarlar, sizlarda ozgina himmatlaring bilan shu ukamiz oyoqqa turadi. Bir nafar farzandlari bor ekan. Bu bolani oyoqqa turishi oilasiga katta quvonch keltiradi. Xudo xolasa, oilada bir nafar o'g'il ekan, o'zlari to'g'rirog'i bitta oilaning boquvchisi shu bola ekan. Inshaalloh sizlarning yordamlaring bilan oyoqqa tursa, siz u biz xursand bo'lamiz inshaalloh. Assalomu alaykum Nodirbek, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Qalay sog'lik? Yaxshi, Xudo xolasa oldinga harakat bor inshaalloh. Biz ham sizni shu holatdaligingizni ko'rib qolib, o'zimizda tura olmadik. Bizda ham kichkinagina kanalimiz bor. Shu hissamiz tegsin degan ma'noda shu xalqimizga ko'rsatish maqsadida keldik. Telegramlarga rasmlaringizni qo'yilyapti. Xudo xolasa bizni xalqimiz hammasi himmatlik inshaalloh. Qo'pol qilib aytganda shu pul bilan yaxshi bo'lib ketish holatiga bizni yurtdoshlarimiz, dindoshlarimiz harakat qilib shu holatni yaxshilaymiz, xudo xolasa. Inshaalloh. Nima gaplaringiz bor bizga? Sizlarga
Xudo xohlasa qo'ldan kelgancha soat 5 insonlardan so'rab qolamiz. Shu meni turib yurib ketishimga mablag' tomonidan kimni qo'lida qancha imkoni bo'lsa duo qilib qolamiz, ehson qilishlarini Xudo xohlasa. Yurib kelsa bir umr duoda bo'lyapmiz. Xudo xohlasa ehson qilganlardan inshaalloh Xudo xohlasa hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Avvalo ehson qilayotganlardan juda ham ko'pchilik ehson qilishyapti. Hammalaridan Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ehsonlarni o'rnidan ziyoda qilib to'ldirib bersin. Inshaalloh. Tasmikorlarga baraka bersin ilohim. Xudo xohlasa mana shu oshnalarimiz boshchiligida Allohim savab chiqib qo'ygan ekan. Ulardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bozor boshchiligi Azimjon qora akamiz ham umrlari uzoq bo'lsin, rizqlari ulug' bo'lsin. Qortepa xalqimiz ham qarab turgan yo'q. Hamma harakatda qilishyapti. Xudoga shukr. Rahmat ularga ham kattakon. Hamisha duodamiz ularga. Biz xalqimiz bilan qilayotgan ishlarimizni hamma ko'rib turibdi. Hamma ko'rib turibdi. Qanaqangi ishlar bo'lsa shu xalq bilan birgalikda qilyapmiz. Xalqimiz bilan birgalikda shu ukamizni Xudo xolasa oyoqqa turishiga sababchi bo'lamiz. Avvalo Alloh birinchi o'rinda shifo bersin. Siz u biz ozgina himmatimiz bilan shu ukamizga birimiz 5 so'm, birimiz 10 so'm himmat qilsak, shu ukamiz oyoqqa turib ketadi. Men yo'lda kelayotib, storiesda gaplashib keldik. Bizda mana open budjetlar bo'ldi. Shu holatida ham qadrdonlar bitta gapimni eshitdinglar. Shu holatida ham aravachada open budjetga shu oyoq tarqatib, boshqa qilib shu holatida ham yordam beribdi xalqimizga. Qadrdonlar, bu bola oyoqqa turib ketsa, Xudo xolasa, bizni safimizda bo'ladi inshaalloh. Bizni safimizda bo'ladi. Birga bir xizmat qilamiz. Qanaqa himmatli ishlar bo'lsa, qanaqa ehsonli ishlar bo'lsa, shu bola bilan yelkama-yelka turib xizmat qilamiz. Shu holatida ham mana open budjetlarga xalqimiz bilan birgalikda chiqdik. Shu holatida ham aravachada o'tirgan holatda open budjetga yordam beribdi. Men bu narsadan juda ham xursand bo'lib, ta'sirlandim. Oyog'i sog', jismi sog' insonlar ham chiqmadi. Buni bilamiz. Shundan xursand bo'ldim. Qadrdonlar, sizlardan iltimos qilib qolaman. Sizlarga murojaat qilib qolaman. Shu ukamizga o'zlaringni yordamlaringni so'rab qolaman. Aprel oyida Hindistonga operatsiyaga ketadi, Xudo xolasa. Shunga $35,000 yig'ilyapti, Xudo xolasa, boshlanib qolgan. Bizni ham kichkinagina kanalimizda shu karta raqamlari qo'yiladi, o'zlarining karta raqamlari. Hozirda bizning operatsiyamiz Hindistonda bo'ladigan bo'lyapti. Doktorlar bilan gaplashilyapti. Xudo xolasa 35,000 ketadigan bo'lyapti operatsiyamizga. Xudo xolasa inshaalloh yaxshi bo'lib kelsa, Xudo xalq xizmatida bo'lamiz. Ya'ni $35,000. Shunga harakat qilyapmiz, Xudo xolasa. Xudo xolasa. Xudo xolasa oz qoldi, anchalar pullar yig'ilib qoldi, Xudo xolasa. Hammadan Alloh rozi bo'lsin. Manchalik soat 5 insonlar qarab turishgan, hammasi qo'ldan kelgancha yordam qilishyapti. Hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Pullar yig'ilishni boshlagan. Qadrdonlar, yetmagan joyiga biz harakat qilib boramiz. Yetmagan joyiga biz obunachilar, ya'ni Shuhratbek Sobirov obunachilari bilan kichkinagina kanalimiz bor, lekin katta ishlarni qilamiz. Men bunga ishonaman, bunga aminman. Yetmagan joyini biz to'ldiramiz inshaalloh. Alloh shukr beradi. Kim nech pul sarflasa, Alloh ziyoda qilib to'ldirib qo'ysin, qadrdonlar. Shu ukamizni oyoqqa turishlariga, yana qayta aytaman, yordam qilamiz. Birinchi o'rinda Allohdan so'raymiz. Qancha bo'lsa ham ehson qilishlarini so'rab qolaman. Inshaalloh shu operatsiyasiga yordam bo'lib qoladi, qadrdonlar. Summa bilan yordam qilmaganlar bittadan raklarni urib, tarqatib qo'yishlarini, podellisa qilib tarqatib qo'yishlarini shu videoda sizlardan so'rab qolaman. Qadrdonlar gazini bosamiz. Shu ukamizni safimizga qo'shamiz. Ya'ni yelkama-yelka turib qishlog'imizga, xalqimizga yelkama-yelka turib shu ukamiz bilan Xudo xolasa ko'chaga chiqamiz inshaalloh. Salomat bo'linglar. Qadrdonlar, hozirgi kunda oqibatlarimiz ham ozgina uzoqlashib qolyapmiz. Men bir narsadan xursand bo'ldim. Shu yerga kelishimizga Nodirbekni yaqin o'rtog'i, jigari desam ham bo'laveradi, sinfdosh ekan. Shu ukamiz mana shu yerga olib keldi bizni. Shu ukamizga yordam qilishligimiz so'rab, bu boladan
Men juda ham xursandman. Yo'lda kelayotib ancha gaplashdik. Rahmatulloh, sizdan Xudo rozi bo'lsin. Sizdaqa oshna oilalar ko'paysin. Nima tilaklaringiz bor endi o'rtag'izga? Bu do'stimizga avvalo Allohdan shifo so'raymiz. Xudo xolasa mana har bitta do'stimiz hech qaysi qarab o'tirgani yo'q. Hammamiz kechani kecha, kunduzni demay shu do'stimiz uchun operatsiyasi yaqin. Inshaalloh harakatdamiz. Qolganlarni ham shu bir saxovatga, shu ehsonga chorlab qolamiz inshaalloh. Shu do'stimiz sog' salomat davramizga qaytsa, bizga bundan ortiq baxt yo'q. Inshaalloh. Biz bir narsani bildik, eng muhimi yonidagi insonlar odamga bir dalda bo'lar ekan, uni ruhiyatini ko'tarar ekan, uni sog'lig'ini ko'tarishda bir eng katta bir yordami shu deb o'ylayman men. Shirin so'zlari bilan, u ozgina ehson bilan Xudo xolasa hamma yo'q yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaymiz inshaalloh. Oqibatlar hali bor ekan aka. Oqibatlarimiz hali joyida ekan. Sababi shu bolada ko'rdim. Bugun mana hayit, hammalaringni hayit bayramlaring qutlug' bo'lsin. Hamma xonadonida, oilaviy davrada shu bola mana ertamatandan beri oilasini davrasida tursa bo'ladi. Shu oshnasiga jon totib, haligi endi gap topolmayapman to'g'risi. Shu bolaga rahmat. Hali oqibat bor ekan. Inshaalloh hammalaring sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Qancha bo'lsa ham himmat qilishlaringni so'rab qolamiz. Qadrdonlar. Salomat bo'linglar.